Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın arkadaşlar aziz muhterem Uygur kardeşlerim. Hemmenlarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Bu imzamı ahir tugapti. Hamda bir Sharq Turkiston chetelga chiqib yashayotgan bir Uyg'ur Sharq Turkistonning besib olgan ziminligini inkor qilib shuni deyishkimi petinolmay, "Ma mening opam, ma mening dadam. Opangmi dadam bo'lsa, ha demay, opam dadam bo'lganki men o'zim bilganki bu deb jim turishning o'zi hem de bir ahlaksızlık desek bunu doğru olamdı ki de öyleyim. Biz ümit xeyli yaxşı teşkilatlar. Ben bu Sugun hükümetinin ki ya bir azası ya birimiz emas. Fakat Şarkı Türkistan'dan Xitay besib algan ziminliğe kol koymagan nurgun adamlarga resmi içindim. Yani birisi şu Amerika'da bir tötköz kuzat diyen birisi çıkıp vay muşlar bir kol koyup bir paklı, kıtpaksın, kılıç kalkanı götürpaksın, kılanmağaktı birinin bulmamdı, Amerika Uygur Kongresi o işlerini kıldı, bu işlerini kıldı, Dıttatan bir çaldı, Mehmet Tohtu 10 bin Uygur'un işini kıldı dedi. Bu işlerini fıkkanmaptı. Senin pasportun var ki Kanada'ya kileme, otobak aparay, senin Mehmet Tohtu tizimliğin mıken ya o, ya kandak ya ben sana köstüp koyuyor işini. Ma köşmenle idaresi ekrep. Tamam. Bu sen ya ma Cungo'daki apangdın ya bir buyruk geldi mi uxmudum qara. Sen emdi 5 yılın içinde kuzat ma lagerini takip bilmede poğatkanten emdi 5 yıl tuşa tuşmaylam aşu ben ilk haqlamini kulağını poq kelmeydiğen koy yağancı kensen demişsin de poq tanlam özün istifa etip o iltebirma şunun ba'dan Şarkı Türkistan'da Uygurlarınki Amerika Uygur teşkilatınki nimisine. Hem senin imza atılgan hukukun yok qara. Sen bir teşkilatның başlığı bolgan bolsan, bir teşkilatga tava bolgan bolsan, şöyle bir çık imza aytalaytın. Bu teşkilatla imza aytıdı deb uçuk tursa, men bolsam imza atattım, 2% atmaydım deb numus qilmaymış piştini sen terib atqan bolgan diken. Dünya Uygur kulturininki hem de nima qilsa, qanday qilsa minnet qilmay o'zi uchun qilyotidi. Pulni maoshini bekor olatmaydi. Dolqinaysa Germaniyada pizza tushib, kuniga 20 euro, 25 euro ishlaydigan odam keldi. Hem de hozir 5-6 ming dollar maosh olib, dunyoga bekor berib kelayotgan bo'lgan ekan. Mehmet Tohtu degan miyada kuniga 3 ko'lik sandviç yeb, kuniga 60-70 dollar ishlaydigan adam hozir 4-5 ming dollar maosh olayotgan bo'lgan ekan, qilmay qanday qildimsa? Ben qat'iy og'zimni buzg'im yo'q. Mushu Şaban ayda men bekor og'zimni buzib, o'zimni ranjitib, qaqlarni ranjitgim yo'q. Ben burun ağzımı buzgan bolsam bundan keyin qat'iy buzmayman, bu to'g'riliq. Chunki bu gap o'tmaydigan odamlarga tillasang emas, bigizsansang o'tmaydi ekan. Yog'och qozonni bir qatim umash qaynaydi. Sening yog'och qozonni bir qatimlik umuchun qaynab, shu Uyg'urlarningki men rahbulman deb chiqib pokdan tushib ketdim. Sening onangmi shu? Men o onangni qo'llab kelganim qilgan ishi emas. Anang haqlar anangni anasidek odamni tillaganlik uchun men anamizdek ayol, Uyg'urni tunutgan ayol ana tillamanglar deb qarshi turdim. Yana turdum. Bir Uyg'ur qarindishimizni terrorist deydiganligini bilgan bo'lsam, o anangni siyib kirib uxlab qolsin deydim. To'g'rimi? Men shu Bilal İbrahimning ishini xato yakunlab, shu Murat Ataman Nuri Türkellerden ko'rgandim. Ashlarning jiddillik, ashlarning qilgan ishi deb. Murat Atamanning axlatchiligi tashiytinglar avguni degan gaplarni angladim. Lopuldu mening. Nuri Türkel'ninki shu advokat turib, siyosiy komissar turib, o'zining inisini urganligini utanmay, terrorist deb arz qilganligini angladim. Sen qanday Uyg'ur aqalsan, qanday millat, Amerikaga bir qanday borgan aqalsan, numus qilmaydiganlar. O kongrega nimde başqalarını çaqamaydı. Bundan keyin kö çaqıramdı, çaqamamdı. Bundan keyin kö sana o'xshash nanqepi, qo'saq vaqti obro'ga rasm tushadigan demokratik Xitoy deb qo'yinga yotirganlarni qanday qildi ekan hukumat? Turkiyada 6'sı tutulib, 1'si tutilmabdi-ku. Hammaning abtibarsiz o'tirg'i chiqdimdi. Shuning uchun bu bir Uyg'ur bir ishni qilaman desa, u mayli
keyin chiqqan bo'lsin, qanday chiqqan bo'lsin, shu ishni qila olgan bo'lsa, uning destek berish bizning majburiyatimiz. Uni tatib tushirish emas. Sening opang dadangninki u Xitoydan qolgan vasiyati unda ko'lab tushiradigan. Sen bu yerga pishni tamay, quzat oltay degan to'rt ko'z panjiraning kaniga tuyulib, maktabda o'qiyotgan Uyg'urlarni haydab chiqarib etib, dunyo qo'rqutini qo'llamadi deb, soxtipazlik qilib ashlardan pul olib o'qigan o'quvchilar hozir ish topolmay bekor yurdi. Sening maktabdan chiqib ketganlar-chi, hozir yiliga 250 ming dollar, 150 ming dollar pul topadigan yerlarda xizmat qilyapti Amerikada. Shuning uchun sening hozir qozining qaynamoqqa o'xshaydi. Qiynalib ketgan bo'lsang, biz yordam qilib pul avatib birlar, latg'ilab. Ma unda yomon tashviq qilma miyada. Men uchun imzo etmagan tashkilotning hammasi Xitoyning munofiqi. Kim bo'lsa bo'lsin. Olimjon O'lmalar birligi saylangan shu birinchi bo'lib qo'shib olgan men. Olimjon o'qigan professor odam. Burunqilqi shayoliq, ilq adash shu bir turi xotini va ilmni badalanmay shunaqa necha yil zotansiq yurdi shu O'lmalar birligini. Adam chiqib xalq bilan birlashib, hukumatlar birlashib, birlashtirib Uyg'urni xeyli gap qilayotganda, O'lmalar birligidan tatib qo'l qo'ymabdi. O'lmalar birligi qo'l qo'ymagan ekan, butun Sharq Turkiston ma'rif jamiyatlari qo'l qo'ymabdi. Tashkilotlar birligi qo'l qo'ymagan ekan. Gollandiyada bo'lsin, Avstraliyada bo'lsin, namin amiyalada bo'lsin. Ashlar chig'da qo'l qo'ymabdi, ashlar agishib. Sharq Turkistonda 60-yili, 66-yili, 64-yili Qaysirga Afg'onistondan chiqqan, shu Abduli Xo'jamning boshlig'ida chiqqan, qurilgan Sharq Turkiston kultur va danishmi dardiga hozir Siytum Turk boshqarib olgan Uyg'ur majlis qurgan shu tashkilotni qo'l qo'ymabdi. Yazıqlar olsun ya sizlarga. Yazıqlar olsun. Sizlar majlis qurgan vaqtda men 1000 euro pul avatgan. Devolaymi yerda? Ash pulimiz aram ziqqim bo'lsin. Ma'rif dernekleri bir yerden alimizga vaqtda 1000 dollar pul etdim. Aram ziqqim bo'lsin. Sharq Turkiston besivag'an zimin deganga bir qo'l qo'ydiganga chidamagan bo'lgan bo'lsangiz, shuningga mushu Sharq Turkiston mushu surgun hukumatning nechisi vatsa, mushularga biz bo'ysunib bularning agishamdiq deb o'zingizni shundoq tafakkur qilib, to'zg'a o'xshash yo'g'on gap qilgan bo'lsangiz, Alloh la'nat qilsin aqasingizga. Biz qilish tutamdiq, qurol tutamdiq, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun jinimizni, milimizni beramiz. Aqasing şey yangsonlik qilib, milimizni ko'stib, anda qilib ubaradigan tashaqulan o'tirg'i sap qo'yib, bunda jidal tamaymiz. Nocho'san kelishib ko'rash biz bilan. Ma Kanadada bor, ashunda dunyo qo'rquvchining iflos jasuslari, suxanchilari maash vermasa bir kun ishlamaydi. Men 12 yilning yaqin bütün namoyishlarga chiqdim. Namoyishga chiqqanlarga hammalarning qahvasi tamushtamog mendan dedim. Uyg'urlarmi ya bo'ldi rahmat deb unmidi. Ammo mushugilarga maash vermasa namoyishga chiqmaydi-mi deb qo'y. Bu Shokat, Gulshan, Tuyg'un Paka, shu Mehmet To'xta deganlar. Tuyg'un Paka mishal Uyg'urlarning o'zini tukib, 5 ko'ydim 1 square foot ish olsa 1 square foot degan 1 metr qara, 4 square foot 1 metr qara bo'ldi. 5 ko'y 10 ko'ydan ish olsa men 2 ko'ydan 3 ko'ydan ish qilib berma deb Uyg'urning nomi tugatgan Lamzanda sirchilik qilib, shu pul topolmasmi qazib yashaydigan, kredit kartini to'layolmaydigan, bir tal chek yozsa hech qanday bankaga o'tmaydigan bir lopildimi u. Uni cho'ng bilib ketmanglar sizlar. O'g'li mustaqil xil adamdek o'g'il bo'libdi. Turkiyada bir qarinishimizning balasining qo'lisini operatsiya qildi ekan, men 300 dollar avatibdi, aka meni qo'shib avatib qo'ydi. Men o'zim yanchig'im 700 dollar chiqarib 1000 dollar avatib berdim. O o'g'il shu hech kimga demay men avatibdi o'g'li. Ammo mening dadam bo'lib qolganligim bor aka. Men uningga bo'ysunib o'zim shart emas deb shuna dedi. Endi ashundaq lopildimilar? Mushu Sharq Turkiston misha Kanadada tashkilotimi shuning qo'l qo'ymabdi. Nimda? Dunyo Uyg'urlarning chumoqchilari bo'lgan ekan. Dunyo Uyg'urlarga qarshi bo'lib qolmayli deb qo'l qo'ymagan tashkilotning varaq-varaqlarga Allohning la'nati o'zlaringlarda bo'lsin. Mening duoyimga nim qilmaydi. Haram ko'rib qolsam, tahajjud namoz o'qib, shu duo qilib to'qib duo qilma. Mushu qo'l qo'ymagan tashkilotning halok bo'lishiga inshaalloh.
Quzat degan lopildimi? Ma u Uyg'urlarning qalini qaymoqtirma, sening gapingni anglaydigan odam yo'q, men sana shuni deb qo'yay.